O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va tegishli vazirlik hamda idoralar tashabbusi bilan joriy yilning 15 fevraldan 15 martiga qadar respublika bo'ylab kontrafaktsiz oyligi e'lon qilindi. Shu munosabat bilan viloyat adliya boshqarmasi tomonidan Buxoro viloyat musiqali drama teatri xodimlari ishtirokida targ'ibot tashviqot tadbiri tashkil etildi. Tadbir davomida teatr jamoasiga mualliflik huquqining mazmun mohiyati, intellektual mulk obyektlari turlari, asarlardan qonuniy foydalanish tartibi hamda muallifning shaxsiy nomga bo'lgan huquq, asarning daxlsizligi va mulkiy ko'paytirish, tarqatish, ommaviy ijro etish, efirga uzatish huquqlari yuzasidan batafsil tushuntirishlar berildi. Xususan, sahnalashtirilgan dramatik, musiqali va sahna asarlaridan foydalanishda muallif yoki boshqa huquq egasining yozma roziligini olish zarurligi alohida ta'kidlandi. Shuningdek, spektakllarda qo'shiqlar, musiqiy kompozitsiyalar, fonogrammalar, aranjirovkalar hamda boshqa san'at asarlarini ommaviy ijro etishda amaldagi qonunchilik talablariga qat'iy rioya etish lozimligi tushuntirildi. Tadbirda fonogrammadan foydalanish tartibi, ya'ni ijrochilar va fonogramma ishlab chiqaruvchilarning turdosh huquqlari, qo'shiqlarni sahnada yoki ommaviy tadbirlarda ijro etishda litsenziya va ruxsatnomalar olish masalalari ham muhokama qilindi. Mualliflik huquqi bilan himoyalangan asarlarni ruxsatsiz ko'paytirish, internet tarmoqlarida noqonuniy joylashtirish yoki sahnada ijro etish qonunbuzarlik ekani alohida qayd etildi. Mualliflik huquqi deganda birovni qo'shig'ini to'g'ridan to'g'ri olib aytish emas. Avvalambor o'sha shoirmi, bastakormi, kim bo'lishidan qat'iy nazar xonanda o'sha shaxs bilan albatta kelishuv tuzish kerak. O'shandagina agar muallifga agar ijrochining qilayotgan ijrolari agar ma'qul tushsa, agar ruxsat bersa-dagina xonandami, raqqosami kim bo'lishidan qat'iy nazar ijro qilishga haqli bo'ladi. Lekin hozirgi paytda ko'p eshitamiz. Mana to'ylarda eshitib qolamiz, qandaydir bir tadbirlarda eshitib qolamiz, lekin mualliflik huquqiga ega bo'lmasa-da birovni albatta mehnat qilgan ijodini olib bemalol o'zidan o'zi ijro etib ketyapti. Lekin bu noto'g'ri. Bugun jamoamizda, bizning jamoamizga adliya boshqarmasidan vakillar kelib, mana shu to'g'rida juda bir ajoyib suhbat bo'ldi. Albatta men aminman. Bizning jamoamizda ham mana shu tadbirlarga chiqadiganlar bor, to'ylarga chiqadiganlar bor. Endi san'atkorni kim taklif qiladi? Albatta xalq to'yiga taklif qiladi, yaxshi kunlariga taklif qiladi. Men istardimki, har bir san'atkor haqiqatan ham o'zining mualliflik ijodi bilan xalqqa xizmat qilsa, u tezroq xalqni qalbidan o'rin egallaydi deb o'ylayman. Tadbir yakunida teatr xodimlari tomonidan berilgan savollarga batafsil javoblar berildi. Amaliy misollar asosida tushuntirishlar o'tkazildi. Hamda kelgusida san'at asarlaridan foydalanishda qonuniylik tamoyiliga qat'iy rioya etish muhimligi qayd etildi.